Diqqat, xalq tezkor xabar. O'zbekistonda kelgusi 5 kun davomida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda kelgusi 5 kun davomida 12 avgustdan 16 avgustgacha anomal issiq ob-havo o'zining eng yuqori nuqtasiga chiqadi va harorat 40-43 darajagacha ko'tariladi. Respublika bo'ylab havo asosan ochiq va mutlaqo quruq bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning markaziy hududlari, Toshkent misolida 5 kunlik aniq prognoz. 12 avgust kuni, hafta kuni chorshanba. Havo harorati kunduzi +41 daraja, kechasi esa +27 daraja. Havo holati quyoshli, jazirama, issiq. 13 avgust payshanba kuni havo harorati +42, kechasi esa +26 daraja. Havo holati jazirama va ochiq osmon. 14 avgust hafta kuni juma. Havo harorati kunduz kuni +41 daraja, kechasi esa +25 daraja. Havo holati juda issiq va quruq. 15 avgust hafta kuni shanba. Havo harorati +42 daraja, kechqurun esa +29 daraja. Ekstremal issiq fon saqlanadi. 16 avgust yakshanba kuni havo harorati +42 daraja, kechqurun esa +29 daraja. Havo holati jazirama o'z kuchida qoladi. Hududiy ogohlantirishlar. Janub va cho'l zonalarida Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryoda hafta o'rtasida 12-14 avgust eng yuqori harorat +44, +45 darajagacha yetishi mumkin. Shamol 14 avgust kuni respublika bo'ylab shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayib, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. Uzoq kutilgan salqinlik. Keyingi haftaning dushanba kunidan 17 avgustdan boshlab harorat keskin pasayib, havo +33 darajagacha salqinlashishi rejalashtirilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.